Qamashi tumanida hozirgi kunda dunyo xalqlarining e'tiborini tortayotgan muqaddas qadamjomiz Langarota ziyoratgohi mavjud bo'lib, Qamashi tumanining haqiqiy ma'nodagi asrlar davomida zavol bilmagan iftixori va g'ururi timsolidir. Langarota ziyoratgohi o'z tarixi, unda yashab o'tgan komil insonlarning mamlakat tarixida tutgan o'rni, mavqei bilan uzoq asrlar silsilasida yashab kelayotgan madaniy tarixiy obida, ona vatanimizning o'tgan 5 asrlik tarixining goh so'ronli, goh murakkab, goh ayanchli, goh sharafli kechmishiga Langarota ziyoratgohi guvoh ekanligi bilan ham bu obida tarixiy nuqtai nazardan ahamiyatlidir. Eng asosiysi Langarota ziyoratgohining obod etilishi tuman turizm salohiyati to'laqonli yuzaga chiqishining asosiy omillaridan biridir. Qamashi tumaniga yo'li tushgan oddiy yo'lovchi bo'ladimi yoki sayyoh, albatta Langarota maqbarasini ziyorat qilishni niyat qiladi. Chunki ulug'lar xoki mangu qo'nim topgan qadamjoni tavof aylash kishiga ruhiy quvvat, ma'naviy kuch bag'ishlaydi. Aslida qaysidir ko'prik, tog' va daralar o'sha manzilning tanilishiga manba bo'lsa, Langarota esa nafaqat bir qishloqni, balki uning butun borlig'i dovrug'ini ham hamisha yuksaltirib turadi. Shu sabab ham bu muqaddas maskandan kelib ketuvchilarning qadami aslo uzilmaydi. Tadqiqotchilarning aytishicha, maqbara tepasiga o'rnatilgan 4 tug'dan shu narsa anglashiladiki, bu yerda bir paytlar tasavvuf ta'limotining tub mohiyatini o'zida mujassam etgan shariat, tariqat, ma'rifat va haqiqat ilmlari gullab yashnagan. Langarota maqbarasi atrofiga qo'yilgan 360 shayxning xoki ham bundan dalolat beradi. Rivoyatlarga ko'ra, Langar qishlog'idagi qadimiy masjidga 14-asr oxirlarida Shayx Abul Hasan asos solgan. U Buxorodan irshod xatini olgach, ushbu manzil tomon yo'l olgan ekan. Shayxning piri u kishiga mingan tuyangiz 3-marta cho'kkan joyda masjid barpo eting degan ekan. Tuyasi so'nggi bor hozirgi Langar qishlog'i, ya'ni masjidning o'rniga cho'kibdi va Shayx Abul Hasan shu yerga masjidning poydevorini qo'yibdi. Mahalliy aholi u kishiga murid bo'lib, masjid qurilishida ko'maklashgan ekan. Umuman bu haqida eshitgan ham, bu manzarani ko'rib guvohi bo'lgan kishida ham ajdodlar merosga bo'lgan qiziqishi oshgani sayin oshaveradi. Maqbara ichkarisidagi qabr tasavvuf ilmining mashhur namoyandalaridan biri Shayx Abul Hasan Ishqiy hazratlarinikidir. Qabrning bosh tarafiga qo'yilgan marmar toshda esa Shayx Abul Hasan Ishqiy hazratlarining tasavvuf ilmida erishgan maqomatlari islomiy asoslarda bayon etilgan. Langarota ziyoratgohining tarixini yanada chuqurroq o'rganish uchun so'zni Langarota ziyoratgohi masjid imomiga beramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hazrati Langarota maqbarasi
qo'yilganlar, shoir bo'lganlar. Avlodlari va avliyolar qo'yilgan. Mana bu daraxtlarning hammasi pista daraxt, qadimiy. Bitta qarg'a bor, qarg'a ko'p, lekin bitta qarg'a har zamonda kelib Alloh deb saylaydi. Narki bitta masjidlari bor, masjidlari ikkita xona, bitta ayvondan iborat. 19 ta ustuni bor, masjidlari 14-asrda oxiri 15-asrga qurilgan. Chiroqchi tumanida Qalqama langari bor, u yerda ham shayxlar o'tgan. Bu kishi o'sha kishining shogirdlari bo'lganlar. Ilmlarini olganlar. Ilmlarini olish mobaynida xizmatlarida bo'lib 5 vaqt namozlariga suv tayyorlab, qish vaqtida uxlab qoladilar deydi. O'rinlardan turib qarasa, ustozlari ketayotganlarini ko'rib, ustozlaridan aptavalarini olib bir necha daqiqa ko'kraklarida saqlaydilar. Qalblari ham, dillari ham yaratgan Allohga bo'lganliklari uchun suv qaynaydi. Ustozlariga qaytaradilar. Ustozlari qo'llariga quysalar, qo'llari kuyadilar. Namoz o'qib bo'lganlaridan keyin bu kishiga tuya beradilar. Mana shu tuyani minib ketaverasiz, qayerga uch kun turmaysa o'sha manzuli makon deydilar. Tuyani minib jo'naydilar, Yakkabog' tumanini O'g'in qishlog'iga kelganlaridan keyin farzandlari tug'ilishi kerak bo'ladi. Shunda tuyani cho'ktiradilar. Qaraylar, suv bo'lmaydi. 2 rakat namoz o'qib, Allohga nola qilib hassalarini yerga urganlarda Allohning inoyati bilan, Allohning qudrati bilan o'sha yerdan suv chiqar. Suv hozir ham bor, chilabilar. Yana tuyani minib jo'naydilar. Shu yerga kelib tuya 3 kun turmay yotadi. Shu yerda yashab, umrlarini oxirigacha yashab, shu yerda 85 yoshlariga olamdan o'tadilar. Alloh rahmat qilgan bo'lsin.